Bo'lmayapti. Assalomu alaykum. Ko'plar tarixni noto'g'ri tushunishadi. O'zbekiston tarixini noto'g'ri olib borishadi. Noto'g'ri fikr yuritishadi O'zbekiston tarixida. Misol uchun, O'zbekistonni, Turkistonni Rossiya imperiyasi yoki SSR bosib olmaganida, egallab o'zini hukmronligini o'rnatmaganda Afg'onistonga o'xshab qolar ekan O'zbekiston. Bu saviyasiz, SSRda juda qattiq yaxshi ko'ruvchi, o'sha davrda qumsovchi, manqurt insonlar yurtimizni mustamlaka qilgan Rossiya imperiyasi ularni yaxshi deb juda maqtovchi insonlar shu narsani ular aytishadi. Rossiya imperiyasi ular uchun qutqargan inson sifatida, mamlakat sifatida eslashadi ular. Bu narsa umuman to'g'ri emas. O'zbekiston tarixini ular noto'g'ri fikr yuritishadi ular. Hech qachon O'zbekiston bunday davlat bo'lib qolmasdi. Afg'onistonni bu ahvolga tushishiga ham Rossiya imperiyasi va Amerika Qo'shma Shtatlari ya SSR aybdordir. Ayniqsa SSR mamlakat aybdordir. Ular urushga sababchi bo'ldi. Ular yurtiga bostirib keldi. Ular kommunistik hukumatini qo'llab-quvvatlash uchun qo'llab-quvvatuvchi hukumat o'rnatdi ular Afg'onistonda. Fuqarolar urushini boshlashdi ular. Mana hozirgacha Afg'oniston shu ahvolga tushdi.